Navoiyga yaqinlashishimizni birinchi sababi biz bugun o'ylagandan, bugun fikrlagandan boshqacharoq o'ylashimiz, fikrlashimiz kerak bo'ladi. Ibrohim aka mening nazarimda Navoiyni bizga emas, bizni Navoiyga yaqinlashtirishga harakat qilgan. Akani unutmaslik kerak. Ibrohim akani kitoblarini o'qib, bu kitoblar o'qish orqali u inson bilan suhbatlashish mumkin. Haqiqatni aytaman degan odamning kafani doim yelkasida bo'lishi kerak degan gapni. Ibrohim Haqqul baribir har qanday holatda ham Ibrohim Haqqul bitta va Ibrohim Haqqulni takrorlaydigan bir insonning dunyoga kelishi juda mushkul masala. Film taniqli adabiyotshunos olim, haqgo'y va ma'rifatparvar inson Alisher Navoiy ijodiy merosini chuqur o'rgangan va tadqiq etgan yirik mutaxassis, filologiya fanlari doktori, professor Ibrohim Haqqul hayoti va ilmiy faoliyatiga bag'ishlanadi. Hazrat Alisher Navoiy ijodini o'rganish bo'yicha maktab yaratib ketdi. Juda ko'p sonli qo'lyozma manbalarni o'rganish, ularning ichidan tayanch manbalarni saralash va shu asosda Hazrat Navoiyning buyuk asarlari ilmiy tanqidiy matnni yaratish bu oson ish emas. Ana shu silsilada filologiya fanlari doktori professor Ibrohim Haqqulning o'rni alohida. Qaysidir darajada idealist odam edi. O'qigan kitoblariga ko'p mahliyo bo'lardi. Masalan, o'zi xohlagan, o'zi istagan haqiqatlarni ko'pini men nazarimda Ibrohim aka Navoiydan topgan. Shuning uchun ham Navoiyni ko'p o'rgangan. Ibrohim Haqqul o'zining Navoiyga qaytish risolasida shunday yozadi. Bugun yoshlarimiz Navoiy yodgor qoldirgan adabiy ilmiy merosni qanchalik chuqur va puxta bilsa, ma'rifat, hurriyat, jur'at va jasorat sir asrorlarini o'shancha teranroq egallaydi. Diliga Navoiy so'zlari o'rnashgan odam o'zi istasin, istamasin odamiylik sharafi, hayot zavqi, shavqi va komillik kuch-qudratini keng idrok etadi. Ibrohim Haqqul bütün ilmiy salohiyatini, bütün quvvatini, umrini Hazrat Alisher Navoiyning aynan nazm ahlining yo'l boshchisi, rahnamosi, sultoni ekanini isbotlashga yo'naltirdi deyishimiz mumkin. Riyozat chekmaguncha biror bir natijaga erishib bo'lishi mumkin degan gapga o'zlari ham ishonmasdi va shogirdlarini ham, masalan, farzandlarini ham bu yo'ldan qaytarardilar. Riyozat bo'lmaguncha hech qachon bir yorug'likka, baxtga, masalan, bir kattaroq bir natijalarga erishib bo'lmaydi degan bir aqidadagi inson edi bu kishi. Ibrohim Haqqul Alisher Navoiy ijodini bizga yaqinlashtirgan, uni anglash, tafakkur qilishga intilgan buyuk olimdir. Har yil 9-fevral oldidan gapiriladi. Oldidan gapiriladi. Shu bilan esdan chiqariladi. Endi Navoiyni tushunish haqiqatda qiyin. Navoiyning ba'zi asarlari bor, ularni aql va fikr bilan tushunish kerak bo'ladi. Aql va fikr. Ba'zi bir turkum asarlari bor, u asarlarga qalb va tuyg'u bilan yondashish kerak bo'ladi. Tuyg'u yo'li bilan borish. Ba'zi bir asarlari bor, ularga ruh va hol nazari bilan tashlash kerak, mushohada qilish kerak bo'ladi. Ba'zi bir asarlari bor, uni faqat xayol va xotira orqali idrok qilish mumkin bo'ladi. Shu uchun biz Navoiyni tushunmayapmiz deylik. Nimaga tushunmayapmiz degan savolga albatta javob topish kerak bo'ladi. Xurshid Davron Ibrohim aka haqida gapirganda juda zo'r ta'rif beradi. Navoiy iqlimida yashagan. Men nazarimda bu juda chiroyli ta'rif. Haqiqatan ham Ibrohim aka Navoiy iqlimida yashagan. Umri davomida men nazarimda shu Navoiyni birlashga, anglashga harakat qildi. Va Ibrohim aka izlagan narsa birinchi navbatda shaxsiyat. Har qanday ijodkordan bu Abdulla Qahhor bo'ladimi, Abdulla Aripov bo'ladimi, Erkin Vohidov bo'ladimi yoki o'sha dunyo adabiyoti bo'ladimi, Navoiy bo'ladimi, Bobur bo'ladimi, shaxsiyatni izladi. Tasavvuf va she'riyat orqali
she'riyatning tasavvufga munosabati va aynan o'zbek she'riyati, mumtoz she'riyatning ildizlari nimalariga tayangan? Hali bu davrda mukammal bir haqiqat aytishga to'la imkoniyat berilmagan bir paytda ko'ngilida kechayotgan barcha haqiqatlarni to'la to'kis oshkor qilib aytish va aslida adabiyotning mehvari nimaga tayanadi? Shuni tushuntirish hamma adabiyotshunosning ham chekiga tushmagan. Bu kishi go'yoki mana shu jarayonda dadillik bilan kirib keldi. O'tgan asrning 80-yillarida Ibrohim Haqqulning Tasavvuf va she'riyat nomli kitobi chop etilganda talabalar orasida qo'lma-qo'l bo'lgani rost. Bu risola o'sha davr yoshlarining Alisher Navoiyga bo'lgan qarashlarini o'zgartirib yuborgan edi. Ibrohim Haqqul ustozlarning yo'lidan bormadi. U yangi yo'l qidirdi. Va bu yo'l Hazrat Navoiy ijodining kaliti bo'lgan. Tasavvuf falsafasi. Tasavvuf adabiyotda Hazrat Navoiy ijodiyotining tutgan o'rni. Va Ibrohim Haqqul Hazrat Navoiy asarlariga ana shu nuqtai nazardan yondashdi. To'g'risi bu kitob bizning tasavvurimizni mutlaqo o'zgartirib yubordi. Hazrat Navoiy ijodiyotiga va butun mumtoz adabiyotimizga o'zgacha nuqtai nazar bilan qarash mumkinligini bizga o'rgatdi. Tasavvuf she'riyatini o'rganayotgan paytda hali tasavvuf haqida gapirish o qadar urf bo'lmagandi. Ibrohim aka dastlabki birinchilardan bo'lib tasavvufning ma'nosi, mazmuni, bu o'sha adabiyotni zaminida turgan mohiyatni ochib berishga harakat qilgan. Talabalarimiz uchun bu bamisoli qo'llanma. Tasavvufning mazmun mohiyati, tasavvufga xos bo'lgan istilohlar, Yassaviy ijodining mazmun mohiyati, Baqirg'oniy ijodining mazmun mohiyati, bu turkmanlarning buyuk shoiri Maxtumquli ijodining o'sha jihatlar juda ko'p masalalarda Ibrohim Haqqul masalani insonning ruhiyatiga, inson psixologiyasiga, she'riyatdagi o'sha psixologik jarayonlarga bog'lab muhokama qiladigan, talqin qiladigan bir keng qamrovli, dunyoqarashi keng bo'lgan bir inson edi. Ibrohim Haqqulning xizmatlari beqiyosdir. U butun umrini Navoiy ijodiga bag'ishladi. Bu yo'lda o'nlab kitoblar, yuzlab shogirdlar orttirdi. Olimning olimligi faqatgina u yaratgan tadqiqotlar bilangina belgilanmaydi. Olimning olimligi munosib bir shogirdlar yetishtirish bilan ham belgilanadi. Va Ibrohim Haqqul ta'kidlash kerakki, bugun adabiyotshunosligimizda, mumtoz adabiyotimizni o'rganishda, Hazrat Navoiy ijodiyotini tadqiq etishda bugungi adabiy maydonda o'zining ovoziga, o'zining o'rniga ega bo'lgan shogirdlarni yetishtirdi. Ilm yo'liga kiraman degan odamni o'zlari bir mashhur bir gaplari bor edi. Avvalo yilda qaytarishga harakat qilaman, yo'q kirma bu yo'lga, og'ir yo'lga kiryapsan. Bu yo'ldan qayt deb qaytarishga harakat qilaman. Chunki sen hozir mashaqqat yo'lga, qarashli yo'lga qadam qo'yishingni bilmayapsan deb qaytarishga harakat qilaman. Yo'q, mani nimam da'voyim haqiqat. Haqiqiy da'vo bu, masalan, havas emas deb o'sha havas emasligini bilganlardan keyin lekin haqiqatdan ham unga bir yondashib haligi qilardilar. U nihoyatda kamtarin, fidoyi, lekin o'rni kelsa millat, adabiyot uchun haq so'zni ayta olgan jasoratli olim bo'lgan. Ibrohim aka o'zi hayoti davomida eng ko'p amal qilgan narsa haqiqat. Bitta gapi bor ediki, o'sha haqiqatni aytaman degan odamning kafani doim yelkasida bo'lishi kerak degan gapni aytgan. Bu endi Ibrohim akaga qaysidir darajada nisbat beriladigan bir haligi gapga aylanib qoldi, haligi qanotli jumlaga. Ibrohim akaning o'zi shunaqa edi. Har doim, har qanday davrada, o'sha ilmiy munozara bo'ladimi yoki oddiy davra suhbati bo'ladimi, o'zining yozgan maqolalari boshqa, faqat haqiqatni aytgan. Navoiyni o'qib, Navoiyni tushunib, millatga Navoiyni haligi asarlarini targ'ib tashviq qilish darajasidagi ziyolilarimiz juda kam. Navoiy bobomiz zo'r deyish mumkin, ikkita baytini keltirish mumkin, lekin Navoiy ijodini
tub mohiyatini, uni ruhoniy dunyosini teran his qila olmaydi. Navoiyni o'qityapmiz, Navoiyni mana bilyapti, yo'q. Oldin Navoiyni o'qitishga biz tayyorlayapmiz deyish kerak. Maktablar bu ishni to'liq amalga oshirayotgan yo'q. Va darsliklar ham har kun o'zgaraveradi. Nimani o'qitishni bilmaydi. Dissertatsiyalarda, himoyalarda yoki boshqa bir adabiy anjumanlarda Ibrohim Haqqulni gapini ko'pchilik sog'inib kutar edi. Shu toifadagi odamlar bo'ladi. Minbarga qo'l ko'tarib yugurib chiqadiganlar bo'ladi. Ibrohim aka navbatini kutib, fursatini kutib, minbarga chiqqanda ortiqcha iddaolarsiz, ortiqcha bir gap so'z qilmasdan chiroyli, kerakli, ko'pchilikning e'tiborini tortadigan bir fikrlarni aytib minbardan tushib ketar edi va o'tirganlar albatta Ibrohim Haqqul yana bir oz gapirsa edi deb uni gapini sog'inar edi. U kishi mukammallik istar edi. Mukammallik izlar edi. Va o'zi maydonga chiqaradi hamisha. Fikr nohaq aytiladigan bo'lsa, shu gapni haqiqatini, to'g'risini aytish kerak. Keskinlik bilan ilm manfaati yo'lida shaxsiy manfaatlarini chetga albatta surib qo'yadi. Va shogirdlaridan shuni istardi. Navoiydan topilmaydigan narsaning o'zi yo'q. Gap uni o'qish va tafakkur qilishda. Agar Navoiyni mehr-muhabbat bilan o'qisangiz, Navoiy g'oyibdan o'zi sizga maslahatgo'y bo'ladi degan edi olim. Har qanday olimning fikri bilan shu sohada izlanish olib borayotgan odamlar munozaraga kirishishi mumkin, bahsga kirishishi mumkin. Qaysidir bir fikri ma'qul bo'lmasligi mumkin. Ibrohim Haqqulning fikrlari bilan ehtimol munozaraga kirishish mumkindir. Ehtimol unga qo'shilmasligi ham mumkindir ba'zi o'rinlarda. Lekin u bilan hisoblashmaslik mumkin emas. U shunday olim edi. U o'ziga xos bir nuqtai nazarga ega bo'lgan, o'ziga xos bir tafakkur tarziga ega bo'lgan va tadqiqot prinsiplariga ega bo'lgan bir olim edi. Qarang, otaning xatosini ham to'g'ri bilgan. Ota chunki deganda hech qachon xato qilmaydi aslida. Uni farzand noto'g'ri tushunishi mumkin, tushuna olmasligi mumkin degan bir teran bir sharqona milliy falsafaning negizini ham ana shu asardan o'qiymiz. Va ta'kidlash joizki, biz shundan keyin hamisha matbuotni xuddi hali suvga tashna cho'lning qaqroq yerlari qanchalik suvga chanqoq bo'lsa, matbuotni xuddi shunday simirib katta bo'lganmiz biz. Ibrohim Haqqul Zanjirband she'r qoshida abadiyat farzandlari, kamol etkazib kim, tasavvuf va she'riyat, irfon va idrok, tasavvuf saboqlari, Ahmad Yassaviy, e'tiqod va ijod, Navoiyga qaytish kabi o'nlab kitoblar muallifidir. Birinchi navbatda Ibrohim Haqqul o'zbek mumtoz adabiyotining bilimdoni, o'zbek mumtoz adabiyotining tadqiqotchisi. Zamonaviy adabiyotni o'ziga tengdosh bo'lgan avlod ijodini, xususan she'riyatini juda chuqur bilar edi. O'zbek adabiyoti bo'yicha qomusiy olim edi. Ijodkorning hayotida yaxshi kun bo'ladi va yomon kun ham bo'ladi. Xuddi o'sha kitob yozilayotgan davrda bu odamning hayotida og'ir kunlar bo'lgan. Ular kelardilarda Komiljon Ataniyozovni qo'yib qo'shig'ini tonggacha mana shu kitob yozilardi. Yana hech narsa bo'lmaganday nonushtani qilib ishga ketardilar. Men aqlim hozirgacha meni aqlim yetmaydi. Bu qanday qudratli kuch bu? Millatimizning ma'naviyati, ma'rifati, adabiyotini Alisher Navoiysiz tasavvur qilish qiyin. Ibrohim Haqqul doim bir iborani ko'p takrorlar edi. Alisher Navoiy ijodiyoti adabiyotimiz poytaxti. Anjumanlardan bittasida Ibrohim Haqqul aytdi. Navoiy turkiy dunyoning poytaxti dedi. Navoiysiz turkiy dunyoni tasavvur ham etib bo'lmaydi dedi. Va turkiy tilning, adabiyotning ravnaqi buyuk Navoiy shaxsiyati bilan, Navoiy ijodiyoti bilan, Navoiy merosi bilan chambarchas bog'liq ekanini u alohida ta'kidladi. Chet ellik turkiy millatga mansub olimlardan bittasi aytdi. Yaxshi ham Navoiy turkiy tilda ijod qilgan ekan. O'sha Abdulla Qahorni
ijodiga bag'ishlangan kitobi e'lon qilinganda Abduqahhor jasorati deb o'zingiz ko'pchilik yaxshi biladi. Hatto o'sha taniqli adabiyotshunos olim Ozod Sharafiddinovlar alohida maktub yozgan. Bejizga emas, o'sha Ibrohim Haqqulni o'sha Abdulla Qahhorning merosiga munosabatda bir yangicha bir yondashuvlarni ko'rgan, chuqur tahlil qilganligining bir samarasi o'laroq qarashimiz mumkin. Yoki bo'lmasa Erkin Vohidovni o'sha she'riyat haqida shunaqa suhbat qilardi, o'zini izlanish maqolalarida ham bu narsa bor. Abdulla Oripovni o'sha o'zbek she'riyatiga qo'shgan hissasi, o'rni, ahamiyati haqida teran fikrlarni bildirgan deb ayta olaman. Adabiyotshunos olim, O'zbekiston qahramoni Ozod Sharafiddinov ham Ibrohim Haqqul ijodiga befarq qaramagan. Muhtaram Ibrohimjon, men hamisha vaqtim tig'iz bo'lgani uchunmi yoki boshqa sababdanmi odamlarga xat yozishni unchalik xush ko'rmaganman va juda kam hollarda maktub janriga murojaat qilganman. Lekin bo'lmadi. Tafakkur jurnalidagi Abdulla Qahhor jasorati degan maqolangizni o'qidim-u, qandaydir bir ichki ta'ziq ta'sirida hamma ishimni vaqtincha yig'ishtirib, sizga maktub yozishga o'tirdim. Avvalo shuni aytmog'im kerakki, men birinchi qadamlaringizdanoq ijodingizni juda katta qiziqish bilan kuzatib kelaman. Meni maqolalaringiz, kitoblaringizdagi teranlik, mulohazalar hamda xulosalarning chuqur bilimga asoslanganligi, fikrdagi ilmiy tafakkurdagi dadillik va nihoyat har bir sahifadan barq urib turadigan samimiyat o'ziga jalb qilardi. Ayniqsa Alisher Navoiy haqidagi tadqiqotlaringiz, uning bir qator g'azallarga bergan tahlillaringiz, tasavvuf borasidagi izlanishlaringiz sizni adabiyotshunosligimiz sohasida oldingi o'rinlarga olib chiqdi. Siz xalqimiz o'rtasida mumtoz adabiyotimizning yetuk va barkamol tadqiqotchisi hamda targ'ibotchisi sifatida tanildingiz. Ushbu satrlar O'zbekiston qahramoni Ozod Sharafiddinovning O'zbekiston adabiyoti va san'ati gazetasida chop etilgan maqolasidan olindi. Yozgan maqolalariga unday quruq emas edi. Ko'chirmalarni to'xtovsiz olavermas edi. Birovlarning kerakli keraksiz fikrlarini tiqishtiravermas edi. O'zining fikri bor edi va yozgan asarlarda joziba bor edi. O'qigan odam bir mazza qiladi. O'qigan odam zerikmaydi. Ham ma'lumot oladi, ham mana shu adabiy tanqidiy maqolalarni bir boshqacha bir kayfiyat bilan, boshqacha bir ruhiyat bilan odam o'qiydi, mutolaa qiladi. Ibrohim Haqqul o'zbek adabiyotini nafaqat yurtimizda, balki xorijda ham targ'ib etib, xalqaro miqyosda namoyon etgan, adabiyotimiz rivojiga munosib hissa qo'shgan olimdir. Alisher Navoiy turkiylar shoiri degan iborani doim tildan qo'ymasdi. Buni katta minbarlarda ham ayta olgan. 2012-yili Istanbulda Hazrat Alisher Navoiyga bag'ishlangan xalqaro anjuman o'tdi. Unda butun Yevropadan Germaniya, Angliya, Fransiya, Kanada, bu yog'i qardosh davlatlardan Eron, Ozarbayjon kabi davlatlarning olimlari keldi. Va bu olimlarning hammasining men Ibrohim Haqqul bilan juda chuqur ehtirom bilan salomlashgani, u bilan ehtirom bilan muloqotda bo'lganiga guvohman. Va uning o'sha anjumandagi nutqi boshqa olimlar tomonidan, o'zga davlatlarning olimlari tomonidan ham ma'qullanganiga guvohman. Ibrohim Haqqul xonadonidan mehmon arimasdi. U odamoxun, do'stlar davrasini xush ko'radigan mehmonnavoz inson edi. O'sha 28-martda ular tug'ilgan kun do'styorlari kelardilar-da. Ba'zan to'q, ba'zan och bo'ladi oilada. Tayyorgarlik bo'lmasdi. Ular xarajat qilishni yaxshi ko'rardi. To'kin dasturxon qilishni yaxshi ko'rardilar. Ba'zan o'sha narsa bo'lmay qolardi-da. Keyin men shunday tantanali kunlarda-da
tug'ilgan kunmi boshqami bo'ladi-yu. Keyin men aytardim, voy, anavi xudo beradi. Qo'y, men asabiylanardim. Ular bo'lsa hech o'ziga amal qilmasdilar, olmasdilar-da. Keyin ukalarim kimdir uyda o'sha payt bir kun oldinmi paydo bo'lardilar-da. Bizda to'kinlik bo'lardi. Millat qachon buyuk bo'ladi, qachonki anglasa, tafakkur qilsa, biz Ibrohim Haqquldan Navoiyni bilishni, anglashni o'rgandik. Ibrohim akada eng yaxshi qilgan bittasi samimiyat, odamdagi samimiyat, soddalik va to'g'rilikni masalan hurmat qilgan va o'zi ham xuddi shunday edi. Odamlar bilan samimiy, to'g'ri muomalada bo'lgan va o'sha o'zi qanday odam bo'lsa, odamlarga xuddi shunday ko'ringan. Bu gapni ko'p aytib yuradi masalan. Ibrohim aka har bir gapida suhbatlashib o'tirganimizda, boshqa paytlarda ham o'zining maqolalarida ham bir narsa, tadqiqotlarda ham bilinadi, yo o'zbek folkloridagi maqollardan misol keltirardi, yoki xalq dostonlaridan, mana Ergashev Bulbulni o'g'lim dostonlarini yaxshi ko'rardi, Fozil Yo'ldosh o'g'lim dostonlarini yaxshi ko'rardi, yoki bo'lmasa Navoiydan misollar keltirardi. Va shunday misol keltirardiki, bu o'sha ham Navoiyni o'sha misradagi mohiyatni ochib berardi, uni fikri. Ham bir sizni masalan esingizda qoladigan jihatlar. Shu millatni Navoiyga qaytarish. Bu degani o'zlikka qaytarish degani. Bu degani millatning o'zligini, asl mohiyatini, asl tiynatini, tabiatini anglash degani. Ibrohim Haqqul ana shu orzuda 5 ta kitobdan iborat Navoiyga qaytish degan bir seriyali tadqiqotlarni yaratdi. Bu tadqiqotlar ta'kidlash kerak, Navoiy va tasavvuf falsafasi, Navoiy va olam, Navoiy va odam degan azaliy va abadiy muammolarni o'rganishda, tadqiq qilishda, anglashda o'ziga xos bir yo'riq deyishimiz mumkin. Ibrohim Haqqul so'zga talabchan, so'zni o'z o'rnida qo'llashga alohida e'tibor berardi. Har bir so'zning yuki borligini doim shogirdlariga eslatib turardi. Bu kishi so'zshunos edi. So'zni qon tomirini ushlab, buni qaysi guruhdagi qon tomiri bunga tushadi, shu matnga qaysi guruhdagi so'zni qo'ysa bo'ladi, shunday deradi. Va haqiqatda so'z qo'llash mahoratiga hali hanuz odam hayratda qoladi. Bu kishi o'zidan oldingi barcha adabiyotshunoslarning qarashlari, fikrlarini, kitoblari, monografiyalarini o'qigan. Mana Shayxzodani juda ko'p o'qirdi va maqtardaki Shayxzodada so'z qo'llash mahorati o'ziga xos. Haqiqatda shunday. Bu kishining uslubi shunday shakllangan va shogirdlaridan shuni talab qiladi. Ba'zan bir jumla agar umumiy bir jumla o'qiydigan bo'lsa-yu, undan hayratlanmasa, ta'sir qilmasa, undan qandaydir zavq olmasa, bu qadar pajmurda, ruhsiz, bunday hissiz bir jumlani tuzgandan tuzmagan yaxshi deb qog'ozni irg'itar. Domlani bitta o'zlari sevib aytadigan bir o'xshatishlari bor edi. Bu Izzat Sultondan qolgan bu gap. Shogirdni olaman-da, dengizga uloqtiraman. Agar cho'ksa cho'kib ketsin. Agar suzib chiqsa qo'limni beraman. Sohilga suzib kelsa keyin qo'limni beraman. Chunki unda qobiliyat bor, tabiiy tanlanish bo'ldi-da endi. Bu haqiqatan u endi dengiz deganda ilm dengizi nazarda tutiladi. Ibrohim akaning eng yaxshi ko'rgan jihatlaridan bittasi to'g'ri so'zligi, soddaligi, haqiqat edi. Hamma vaqt siz bilan to'g'ri gaplashgan. So'zi boshqa-yu, amali boshqa bo'lmagan. Ibrohim Haqqul so'zi bilan amali bir bo'lgan. Buni men keyin ko'p o'zimcha tahlil qilishga harakat qilib ko'rganman. Ibrohim akanidagi bu xarakterlar qayerdan, oiladan. Ibrohim aka o'sha shunday bir muhitda katta bo'lganki, oiladagi otasi, onasi birinchidan to'g'ri so'z, haqiqatgo'y, sodda va donishmand odamlar bo'lgan. Bir anjuman bo'ldi, shunda men aytdim, mana shu olimlarning o'tirishi, mana shu majlislarda o'tirishi, dissertatsiyalarni muhokama qilishi, yig'inlarda ishtirok etishi, fikr aytishi, savol berishi, bularning hammasi mehnat, bularning hammasi ish bo'ladi. Muhtaram rahbar, bu ishning
haqini kim to'laydi? Endi shunday deb aytgan ekanman-da, nisbatan yosh edim. Endi qarangda, o'shanda u kishi endi keraklicha javob berdi, rasmiy javob berdi. Shunda Ibrohim Haqqul meni oldimda o'tirdi. Majlisda oxiriga kelib sekin burilib, mana shu majlisda aytilgan eng to'g'ri va eng muhim gap Bahodir, sizning gapingiz bo'ldi dedi. So'zga e'tiqod o'ziga e'tiqod bilan teng yuradi. Va shogirdlarga mana shu so'zga bo'lgan e'tiqodni singdirishni juda istar edi va o'sha shogirdni keyin qabul qilish qiyin bo'lar. Qiyin. Shu uchun shogirdlar hayotda muayyan bir maslak bilan yashashni o'rgangan deb o'ylayman men. Eng avvalo Ibrohim Haqquldan. To'g'ri, ilmga bo'lgan munosabat, ilmiy davralardagi suhbatlar, bu jarayondagi ishtiroklar, xo'p, tinimsiz mehnatkashlik, bu tuyg'ular albatta, bu hislar, bu fazilatlar albatta ustozdan o'tadi, ammo ustoz dunyoqarashidagi go'zal fazilatlar, nekbin xislatlarni ham juda ko'pchiligini shu shogirdlari o'zlashtirishga harakat qilgan. Lekin Ibrohim Haqqul baribir har qanday holatda ham Ibrohim Haqqul bitta va Ibrohim Haqqulni takrorlaydigan bir insonning dunyoga kelishi juda mushkul masala. U hech qachon birovlardan o'z manfaati yo'lida foydalanmadi. Hatto buni farzandlari, shogirdlariga ham ravo ko'rmadi. Oilada ham nihoyatda endi bir tomondan endi mehr ham ko'rsatganlari bu rost, lekin hech qachon hech qaysi bir farzandlarini soxta bir sun'iy yo'llar bilan hayotga chiqarishga, hayotdan bir o'rin olishiga sababchi bo'lmagan shu kishi. O'sha shogirdlariga nisbatan qanchalik o'sha riyozat yo'lini taklif qilgan bo'lsalar, haligi yo'lni, mehnat yo'lini, zahmat yo'lini taklif qilgan bo'lsalar, farzandlariga ham xuddi shu zahmat yo'lini, mehnat yo'lini taklif qilardilar. Hamma farzandlari o'qigan bo'lsa ham, bitta masalan farzandlari mani oilam o'qimagan, lekin 4-5 marta o'qishga topshirgan, kira olmagan aynan, lekin hech qachon borib mana shu meni farzandim, shuni o'qishga olinglar degan narsani aytmaganlar hech qachon. Uyda doimiy o'sha suhbatlar bo'lardi bizda oilada, oila suhbatlari. Bular shu davrada o'tirgan bolalar bular va o'sha oiladagi suhbat jarayoni, o'sha fikr sen xolisanmi, yo'qmi, u so'zsiz bolaga o'tarkan. Sen bilan hisob kitobi yo'q u oiladagi muomalanida, u so'zsiz o'sha tepadagi quyosh nuri uyga qanday tushsa, shunday uni ichiga o'tarkan shu. Mana shu kitobga bo'lgan qiziqish meni bolalarimda otasi jiddiy o'tirib soatlab bola bilan shug'ullana olmagan bo'lsa ham, o'sha oiladagi muhit ularga kitob tarbiyasini, kitobga bo'lgan muhabbatni ko'chira olgan. Men bundan xotirjamman. Lekin u insondan hali o'nlab kitoblar qoldi. Bu kitoblar bugun talabalarning qo'lida, bu kitoblar bugun tadqiqotchilarning qo'lida. Bugun ular Yassaviyshunosning, Navoiyshunosning, Boburshunosning, Maxtumqulishunosning, Cho'lponshunosning va shu toipadagi shunoslarning qo'lida, tadqiqotchilarning qo'lida bir dastur sifatida bugun u kitoblar yashamoqda. Va albatta mana shu qoldirilgan olim zoti uchun mana shu qoldirilgan kitoblardan savobi yetib turadi. Shu e'tibordan biz bugun Ibrohim Haqqulni eslab turibmiz. Bu eslashlar, bu yodlashlar Xudo xolasa hali ko'p davom etadi. Ibrohim akani unutmaslik kerak. Ibrohim Haqqul butun umri davomida adabiyotni sevishga, Alisher Navoiy ijodini o'rganish, uni idrok etish, bu yo'lda haq so'zini aytishdan aslo chekinmadi. Eng muhimi, Navoiy dahosini bizga yanada yaqinlashtirdi. Bu hammasidan muhimdir.